Bu nimidi o? Boyuq paraxotdan chiqqanga o'xshaydi. Müşük! Ha? Sizlar tirikkansizlar-ku. Nereden keldinglar? Dengizdan keldik. Sen mushuk emas-ku. Emas. İsmim Cherchi. Men erkinlik intildigan kuchuk. Bu meni xabayim. O seni qo'rqyotidi. Sen eshitma. Ha, to'g'ri. Biz paraxotdan tushib ketdik. Erkinlikka erishish uchun. Yaxshi bo'pti. Erkinlikka intilish kerak. To'g'ri. Cherchi, bu yerda cho'lkan ezib qoldik o'ynaymi? Bu yerning nerligini uqmayman. Biroq bu yerda erkinlik bor. Meni qo'shiq aytyapti-da. Bu yerda erkinlik bo'lishi mumkin, biroq qo'saqqa nima yeymiz? Bu yerda qo'shiqni ichib ko'kirgan ovozdan boshqa hech nima yo'q ekan. Men doim bir narsa yemayman. Qo'sqim olsa qavob qo'yman. Tortpa o'xshaydi. U senga banaydi. Qarab tur. Topimga tegma. Qanday ahvolinglar? Eng keldinglarmi? Qalsa qandan erkinlik chiqqan mo'g'dekmiz. Uni dekma. Taqas qilinglar. Voyjon. Sizlar To'la kulayvermay. Yedigan narsami? Bo'lsa-ba. Qusuqni ochdimi? Nerede bolki balig'ini bilamsan? Ajab yaxshi gap bo'ldi. Men bolki yemagan uzun bo'lgan. Yemekni tepish uchun o'rmonlikqa berish kerak. Shundaqmi? Bu yerda yemeklik bormi? Yeydigan narsa topamiz deb yeyilib ketmasak loli bo'ldi. Mushdaq ish bormi? Erkinlikka erishajak tezkan-ku. Bundoq umidsizlanmanglar. Bu yerda tinchlik. Sizlar yeydigan narsa bor. Men o'tib mehmondo'z. Ularni topa olamsa, ha? Albatta, biz hammamiz o'rmon aholisi. Yuringlar, sizlarni boshlab beray. Bu yerda rasmiy yemeklik bormi? Qanchalik yesanglar bor, yana texi to'st topalaysizlar. Nima qarab turibmiz? Chapsan mangayli. Qo'shiq bek ichib ketdi. Qayoqqa menglar? Ma'qul yuringlar, billa mangayli. Biz amra bo'lib qoldik emasmi? Yaxshi bo'ldi. Yuringlar, menga ergishib menglar. Mangdiq. Mangdiq bo'lsa. Dengizdan yiroqlab ketdik. Yanalar paraxot yaxshi. Shundaq yeydigan narsalar botdi. Nishmi botdi? Dengiz bo'yida yeydigan narsa bo'lmasimi? Menga erkinlik botdi. Menglar kelaydi. Biz sana yetişemaymiz. To'g'ri, naqsh ovozimga erishibmanglar. Biz kim naqsh tatqonligini uqmasa, azmat teran ovoz aytay-a? Sakrayli.
Hadi chapsa ketaylik bular. Seni ezib ketga o'xshaydi debdilar. Men doğrudan tanıyman, biroq bu odam yeydi. Sen nima ish ketib qolding? Biz ezib ketdik. Nemishqa? Seni xushxasham yaxshi ovoz yo'q-ku. Biz anglayolmadik, u bizni tashlab ketib qopti. Biz ash qoldiganmizda bu yerda. Biroq biz erkinlik chiqdik. Mushni o'ylasak-la qo'sqimiz oshmaydi. Men erkinlikni lazim yo'q. Seni xushxashgan. To'g'ri. Mayli, chapsan. Tez. Mayli. Keldinglarmi? Birdan chidamlar kelaydi. Alice! Alice! Nemish? Bir necha yangi do'stimni boshlab kelgandim. Ular yerib ketib chidayolmayapti. Yangi do'stlarim kimlar? Nereden kelgan? Ular dengizda xatarga uchrab ketgan, to'lqin qirg'oqqa chiqarib qo'yibdi. Erkinlikni tilgichilayotgan. Aziz doktor sen davolab qo'ydi. Yaxshimisiz do'stlar? Men doktor Alice. Yaxshimisiz? Men Cherchi. Ular semiz chashqon bilan o'riq chashqon. Biz erkinlik izlayapmiz. Seni qishqashnoq deyishcha ashqansizlar. Biz bir narsa yemigili. Uzun bo'ldi. Meni qo'sig'im ko'krab ketib taqqachilayman. Bo'z ba'singiz. Ma'qul qarab baqay. Sizlar yeydigan narsa bormikin? Onunda cho'qim yeydigan narsa bor. O biz yeydigan narsa topalsa yaxshi bo'ladi. Xo'asan yoki qarg'ay urug'i degatek. Bu chashqanni. Serjonlik bilan kitsanlar. Nima gapiradi? Qusqim hech olinib ketasiz. Naqshay sotsan bu. O'tchat bosimi mayli etdimi? Tezroq men Alice. Ular o'shidan ketdi. Mana. Mana. Hozir beraman. Avval chashqanni beray. Qusqimni to'yg'as. Qani qara. Yaxshi narsalar bor. Buni dengiz bo'yidan tepib olgan. Go'sh. Qani. Chapsaya. Yeli. Ular az bo'lgan o'xshaydi. Men ko'pchilikni chaqiray. Onimda qo'laygan o'g'lon. Men dengiz bo'yida peshqadam tushgan ishlasda uchratdim. Ular osh qopdi. Hozir olib qo'yinglar. Men turishib qo'yinglar. Bilamdi? Ko'ramizmi? Bir paqayli. Ular otdan kelgan kapsizni qilib qo'ydi ekan. Ay, qo'rqmanglar. Ular do'stlarimiz, sizlarni yo'qlab ketdi. Yaxshimisiz? Birga keldinglarmi? Bu qandoq meva? Bu top. Bu top pek kerak shundaqmi? Shundoq, mening o'yinchig'im. Sağ desem, sendimi? Bu topdimi odam purg'ib olgan? To'g'ri. Bu topni xo'jayin bergan. Qandoq?
Bu gap sen odamga qul bo'lib ekansan-da. Men qul bo'lishni xohlamay erkinlik uchun qochib chiqdim. Qara buni putiga qolsgan. Oy, yig'ilib ketdingmi? Ya. Sizlar matros bo'lganmi? Ha? Matros bo'lgan. Nima kulkilar bura? Dengiz qaroqchi bo'lgansizlar. Yana kulsanglar men kitmaydi bu. Kulgidek ish yo'q. Mushuk bizni tutmoqchi bo'lganda shunga paraxotdan tushib qoldi. Eshikli bo'lsa chashqan usul o'ynamaydi. Kelinglar, bu yerda bir panoh joy bor. Bugun misharyapsizlar, ichki kang kishadi. Misharyapmi? Kichik bo'ladi ekan. Shunisi og'zi kichikroq ekan. Sen o'rg'aroq bo'lsang bo'ladi. Men urinib boqayda. Men bu misharyapmanmi? Ha? O misharyapman-da. Aqlli bo'lsang misharyapsan. Sen biz bilan maqtobni qo'yib qo'y. Yo'q, mening mushul o'yinchig'im bor. Bu yoqqa matibas bo'lmasa. Men Cherchi, bir apaning uyiga boramiz. Xo'sh. Ular keldi. Papa, biz qaytib keldik. Yangi do'stimizni boshlab keldik. Şerapa, yangiqmiz shu. Yaxshimisan balam? Obdan kelibsan. Rahmat, yaxshimisiz Bo'rapa? Sen nereden geldin? U erkinlik uchun xo'jayinni tashlab ketdi. Emas mishadi qal. Pek yaxshi oldu. Obro'yliq erbab geldi. Yaxshimisan Alis? Yaxshimisan? Qanday shamol uchirib keldi seni? Ular yen keldimi? Ha, Chashqan. Onun ismi Semiz. Ismim tayin, ko'pchilik o'roqshashqan deydi. Mening ismim XL, ko'pchilik meni Semiz deydi. Bo'ladi, Saltrab aholilar qurultiyi ochildi. Sizlar o'zinglarni tanishtiringlar. Shundaqmi? Biz boramiz, cho'qim boramiz, cho'qim. Amsa, Saltrab ko'rishaylik. Shundoq bo'lsin, Bakira. Qara u badbashlikka odamdan qo'rqisi keladi ekan. Aqlim yetmayotdi. Ey Bimbo, sizlar bu o'shki bilan qachon tanishdinglar? Nereden kaptı? U degan kuchuk orimiz qo'shib oldi. Kuchuk? Bu ne bütün ormanlıktaki hayvanlarını muzakkası koyuş gerek. Muzakkirdan o'zsa andan ilk qala olamiz. Hey! Nima ishga boshlayapsiz tayyorlaysa? Yeni do'stlar keldi emasmi? Nima? Ajab uqmay qolibman o. Kechdi qurultay ochimiz. Sen uqtirish qilgin. Taqa bugun ish yo'q debman. Kechda hayvonlar qurultiyi ochilib, yangi masala muzokara qiladi ekan. Kechda hayvonlar qurultiyi ochilib, yangi masala muzokara qiladi ekan. Kechda hayvonlar qurultiyi ochilib, yangi masala muzokara qiladi ekan. İş çıktı da adamla kitap okul koymay. Qanday gap? Bo'rapa, yana yemashga kelibsiz-a? Sizlar jim turinglar. Men ahalla qurultayga qatnashib kelay. Aholi qurultiy degan nima? O'rmonlikqa yangi aholi qo'shilgan ochilgan yig'in. Yaxshi-ku, menmi qatnashamanmi? Ha, bugun sen biz bilan turishtirmasliging belgilandi. Bu yerda tursam bo'lmamdi. Sen ko'pchilikka erkinlik izlab kelganligingni degin. Hey! O'roq, Semiz, yig'inga boramiz. Ay, bo'ldi
ko'zinglarni ichinglar, ha? Tamam hemizmi? Sen kechiksan, chapsan yig'inga boraylik. Ay, tez bo'linglar. Sizlarni boshlab boray. Qarag'ay urug'i bor desa jahonning o tarafi bosib boradi. Qilamiz, birdamda yetib boramiz. Bu erkeklerinin hemimizni öpkansa olmaydı. Ama karımız olmasa yeni olmaydı. Şuna müzakere kılaylı. U üçü ne? Köpçülük, tinişlinla, yığın başlandı. Aval, yeni kelgen üç dostunun qanda qiladiganligini bilishimizga oson bo'lishi uchun o'zlarini tanishtirsin. Agar bizga qo'shilmoqchi bo'lsa, qonunga bo'ysunishi shart. Bizning qaror chiqarishimizga oson bo'lishi uchun ular o'zlarining ismini, na'ning kelganligini desin. To'g'ri, uni deganlari tamamen to'g'ri. Turmush degan mushundoq bo'ladi. Chapsan bo'lsangiz, olasiz sizlar. Bo'la. Men Excel ko'pchilik sevmaymiz deyishdi. Men dunyoni aylanib nomimni hamma yerga tarqatishni oldim. Shuning bilan o'riq ikkimiz parxodga chiqdik. Albatta o'g'irlikchi. O'riq bir pajani erinchga o'g'irladi. Mushuk sezib qoldi. Biz ilojsiz qochdik. Shu. Bo'g'ashnamiz shu. Yo'q, xata. U yo'g'a kelib qotdi. Mushukni tutib oldi. U kapitan yedigan narsani o'g'irlagan. Ras. Ya, o yalg'on aytadi. Men uni kasat bilan tutilib qoldim. U yalg'onchi. Bu yalg'on aytadi. Ya, sen yalg'onchi. Qulasizlar. Men haqiqiy ahvolni sizlarga deb beray. Haqiqiy ahvol mana. Shu haqiqiy ahvol. Sizlar o'g'irlik qilmagan bo'lsanglar, bu oqibatga qilmaydinglar. Biroq xatoliklarni tuzishga yana fursat bor. Geçtik. Sizlarning yana dengiz qiraqchisi bo'lganlar bormi? Yaxshi bo'lmaymiz. Demisimi o'rmonlikda o'g'ir yo'q. Ular xatoligini tuzishga ma'qul bo'lsa, men ularni ep qilishga qo'shilaman. Ular mening yonimda tursin, men ularga axloq tarbiyasi ilib boray. Kuchuk biz bilan birga tursin. Uni o'zini tunishtirsin. Sunim chirchi, uzundan beri so'voqda edim. Odamlar nega desa shu yerga boradi. Tomoqni xotirjam yemaydim. Bo'ynimda bog'lab qo'yg'ashqa bek azoblandim. Şuna kıyıcık çıkıp erkinlik izleş iradesi geldim. Biz bilan yaşamoqchi bo'lsa, cho'qim o'rmon qonuniga bo'ysunishing kerak. To'g'ri deding. Agar qonunga xilof qilsanglar, darhol qo'llab chiqaramiz. Chapsan javobga cherchi bo'ysunmanda. To'g'ri, qonunga cho'qim bo'ysunaman. Qonunga bizma bo'ysunimiz. Xatoligimizni tutishga va'da beramiz. Shunday. Ular ishga bo'ladi. Men bu kuchga ishonaman. Uchelesi qilib qolsin. To'g'ri. Do'stlar, tinchlaninglar. Meningcha bu uchining iltimosini qabul qilishga bo'ladi. Ular qilib qolsin, biroq qonunimizga bo'ysunishi shart. Yig'inimiz tugadi. Endi seni to'pimizning bo'ldi. Vaqtingiz qo'rqitib qilishni o'ytib qo'yamsiz? O'g'ilib nima qilasa, bu yerda o'g'irlik qilishni ashti yo'q ekan-ku. Endi berib tomoq yeyli.
Sizlar ishqinglar men bilmayinglar. Jiringlar. Yediğin ne sana? Sizlarni ash qo'ymayman. Jiringlar. Maqul. Kichiklar ko'paydi. Endi yasli qursak bo'g'idek. Ulan oxiri qilib qoldi. Men baxtish bo'ldim. Menmi? Ne çıkabildim? Kara u beksimiz çokum çıkamaydı. Hey, tuta. Bu ağamcık eslib chiq. Jet egizgan. Kira. Mana kirdim. Bu mening tajribaxonam. Nimaga tursan? Chapsan kira. Bu yoqqa kelinglar. O'rmonliqdagi bu o'chaklardan to'g'ri yasalib bo'ladi. Bu yerda og'irib qolishdim, qo'rqmasa qo'g'idek. Menga nurg'un to'g'ri o'simliklar lozim. Sizlar yig'ishib beringlar. Bu ishni chempion chataq yo'q qila oladi. Chataq yo'q. O yog'ini to'tdi. Men qilib baxmagan. Bu qanday yig'idi? Men o'gitib qo'yaman. Endi uxlanglar. Men tezlik uyga olalayman. Men kuchlik. Ertadan boshlab mening yordamchim bo'lasizlar. Xizmatingizga tayyormiz. To'g'ri, bu yerdan qanday tushimiz, Ağamchi bo'lgandagi serlik tushmaysizlar. To'g'ri. At ko'rishaylik. At ko'rishaylik. Ejab tomada. O'xshim qo'rqamsa, bu o'rmonliqmi? Ems kirib ketgan. Yo'q, sizlar bilan birga bo'laman. Hargiz ayrilmayman. Bo'ladi. Amsa o'sha yerda yotaylik. Sen o'tir deyap. Qandaq ahvoling bolam? Sen jiqchap atlatding. Ularni bakira ishimiz qo'g'dayli. Sen balalar bilan uxlig'in. Ko'p rahmat. Rostila yerib ketgandim, biroq mas'uliyatim bachon. Ularni o'zing yolg'iz beqishing rost oson emas. Astara Adinara. Ballarni uyg'otib etsa. Bakira, senmi ularni deb jiqchap atatding. Yo'q, ballar yetim qoldi. Mening ularni tarbiyalash mas'uliyatim bor. To'g'ri dedim. Ular yana o'zaro yordamlashishni o'rganib olsin. Bu bek muhim. Shundoq, ular kelgusida mustaqil yashaydi. Nurg'un qiyinchilikqa duch keladi. Shunga avval boshqalarga yordamlashishni o'rganib olsin. Cho'ng yani egallayapsa. Ajab ko'zing kichikka. Buni salonga aytganimni unutib qoldingmi? U ishqisiga diqqat qilaylik. Tavakkilchilik qilishni orzu qilgan chashqonlar bilan erkinlikni suyadigan kichik o'rmon qonunidan iborat bu o'tkaldan o'tgandan keyin yana qanday qiladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, venons ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on s'ouvre.